O'zbekiston Respublikasining soliq va byudjet siyosatining 2026-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuniga muvofiq soliq qonunchiligiga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Viloyat soliq boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan manzilli targ'ibot tadbirlari davomida qonunchilikdagi yangiliklar tadbirkorlik subyektlari vakillariga tushuntirilmoqda. Mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va ular uchun teng raqobat muhitini yaratish maqsadida 2026-yilda soliq qonunchiligiga qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ushbu yangiliklarni tadbirkorlarga yetkazish maqsadida Surxondaryo viloyati soliq xizmati organlari xodimlari Termiz shahri hamda barcha tumanlarda manzilli targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Targ'ibot tadbirlarida yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% etib belgilangan. Shuningdek, ilk bor aylanmadan olinadigan soliq to'lashdan qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lovchisiga o'tayotgan tadbirkorlar 1 yil muddatga foyda solig'ini to'lashdan ozod etilishi tushuntirilmoqda. Bundan tashqari, issiqxona faoliyatidan olgan daromadlari joriy hisobot davri yakuni bo'yicha jami daromadning kamida 60% ni tashkil etgan issiqxona xo'jaliklari ijtimoiy soliqni 2026-yil 1-yanvardan 2029-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davrda 1% miqdordagi soliq stavkasi bo'yicha to'lashi ham tadbirkorlarga tushuntirilmoqda. Yildan yilga tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan biri 2026-yil ham biz tadbirkorlar uchun soliq darajasida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi tadbirkorlar uchun qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkaga tushirilishi biz tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyat bo'ldi. Albatta bu har yili yildan yilga bizga berib borilayotgan imtiyozlar, biz bundan albatta xursand bo'ldik. Soliqqa to'laydigan soliq to'lovlarimizni biz o'zimizning ishimizni yanada rivojlantirishga, o'zimizda ishlayotgan xodimlarning ish haqini oshirib berishga yo'naltirgan bo'lardik. Pirovor natijada yanada bizning olib borayotgan ishimiz o'zining natijasini berardi. Shu bilan birga soliq qonunchiligidagi ushbu o'zgarishlar haqida viloyatda faoliyat yuritayotgan tadbirkorning shaxsiy kabinetlariga o'quv qo'llanmalari xabarnoma tarzida yuborilgan.